Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men iyuldan boshlab barcha pensionerlar uchun muhim bo'lgan yangilik haqida gapirib beraman. Bu mavzu shunchaki oddiy xabar emas. Chunki u pensiya oladigan har bir insonning oylik daromadi, hujjatlari, bank kartasi, nafaqa to'lovi va davlat tomonidan beriladigan qo'shimcha yengilliklarga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, ota-onangiz pensiya olsa yoki oilangizda yoshi ulug' inson bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha eshitib chiqing. Men bugun nima o'zgarayotganini, kimlar bundan foyda ko'rishini, kimlar hujjatlarni tekshirishi kerakligini va qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha vaqtida eshitilmasa, odam o'ziga tegishli pul yoki imtiyozdan bexabar qolib ketadi. Avval pensiya tizimida ko'pchilikni qiynagan asosiy muammo nimada edi? Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam pensiya oladi. Lekin u o'z pensiyasi qanday hisoblanganini aniq bilmaydi. Kimdir ish staji to'liq kiritilmaganidan shikoyat qiladi. Kimdir maoshi yuqori bo'lgan yillari hisobga olinmaganini keyin bilib qoladi. Yana kimdir nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki yoshga doir pensiya bo'yicha qo'shimcha to'lovga haqli bo'lsa ham hujjati yetishmagani uchun pulni olmay yuradi. Oldin ko'p masalalar pensionerning o'zi borib ariza yozishi, hujjat ko'tarib yurishi, turli idoralardan ma'lumotnoma olib kelishi bilan bog'liq edi. Yoshi ulug' odam uchun bu juda qiyin. Bir kuni bankka boradi, ertasi kuni mahallaga boradi, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga boradi. Hamma joyda navbat, hamma joyda hujjat, hamma joyda biror raqam yoki ma'lumot yetishmasligi mumkin. Natijada pensioner o'ziga tegishli to'lovni kech oladi yoki umuman bilmay qoladi. 1 iyuldan boshlab e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan yangilikning mohiyati shundaki, pensionerlar bo'yicha ayrim ma'lumotlar yanada aniqroq tekshirilishi, to'lovlar tartibi soddalashtirilishi, ayrim hollarda qayta hisob-kitob qilish imkoniyati kengayishi va imtiyozlardan foydalanish jarayoni qulaylashishi kutiladi. Bu yerda eng muhim narsa shuki, pensioner men baribir eski tartibda pensiya olib yuribman deb beparvo bo'lmasligi kerak. Chunki yangi tartiblar ko'pincha aynan ma'lumotlarni yangilagan, hujjatlarni to'g'rilagan va o'z huquqini so'ragan odamlarga birinchi bo'lib foyda beradi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya masalasida 3 ta asosiy yo'nalish bor. Pensiya miqdori, pensiyani olib berilmagan, pensiyani olish tartibi va pensionerga beriladigan qo'shimcha imtiyozlar. 1 iyuldan keyingi har qanday o'zgarishda ham pensioner birinchi navbatda shu 3 savolga javob izlashi kerak. Mening pensiyam qayta ko'rib chiqiladimi? Pulni olish tartibim o'zgaradimi? Men qo'shimcha yordam yoki kompensatsiyaga haqlimanmi? Masalan, birinchi holat. Toshkent viloyatida yashovchi 58 yoshli otaxon 2019 yildan beri pensiya oladi. U pensiyaga chiqqanda ayrim ish yillari arxivdan topilmagani uchun stajga kiritilmagan. Keyinchalik korxona hujjatlari topildi yoki elektron bazaga kiritildi. Mana shunday vaziyatda pensioner qayta hisob-kitob qilishni so'rashi mumkin. Agar uning qo'shimcha 4 yil staji tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi ehtimoli bor. Bu oshish juda katta bo'lmasligi mumkin, lekin har oy 1000 ming yoki 200 ming so'm qo'shilishi ham yoshi ulug' odam uchun muhim pul. Bir yilda bu 1 million 200 mingdan 2 million ming so'mgacha farq qiladi. Ikkinchi holat. Pensioner ayol farzand tarbiyasi bilan bog'liq davrlar stajiga qanday kiritilganini tekshirmagan. Ayrim ayollar pensiyaga chiqqanda bolalar tug'ilganlik guvohnomalari yoki boshqa hujjatlar to'liq topshirilmagani uchun ayrim davrlar hisobga olinmay qolgan bo'lishi mumkin. Men bunday holatda har doim aytaman. Pensiya tayinlangan bo'lsa, hammasi tugadi deb o'ylamang. Agar sizda avval taqdim etilmagan hujjat bo'lsa, uni ko'rsatish va pensiya ishini qayta ko'rib chiqishni so'rash mumkin. 3-holat. Pensioner bank kartasi orqali pul oladi, lekin kartaning muddati tugagan, telefon raqami eski, SMS xabarnoma ishlamaydi. Natijada u pensiya tushganini kech biladi. Ba'zan firibgarlar qo'ng'iroq qilib, kartangizni yangilab beramiz deb aldashi mumkin. 1 iyuldan keyingi yangiliklar fonida aynan shunday firibgarlik ko'payishi mumkin. Shuning uchun men tomoshabinlarga qat'iy aytaman. Hech kimga karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodini, PIN kodini aytmang. Pensiya jamg'armasi, bank yoki mahalla xodimi hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Endi eng muhim savol, kimlar albatta tekshirishi kerak?
Birinchi navbatda pensiyasi juda kam chiqayotgan, lekin ish staji ko'p bo'lgan odamlar. Masalan, inson 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi minimal miqdorga yaqin bo'lsa, bu yerda savol tug'iladi. Albatta. Hamma holatda xato bor demayman. Chunki pensiya ish haqi staj badallar va qonuniy cheklovlarga qarab hisoblanadi. Lekin baribir pensiya ishida eski davr ma'lumotlari to'liq kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari bor yo'qligi tekshirilishi kerak. Ikkinchi guruh pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Oxirgi yillarda ish haqi elektron bazalarda ko'proq ko'rinadi. Lekin ayrim korxonalar bo'yicha ma'lumotlar noto'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin nega men kutganimdan kam oldim deb o'ylagan bo'lsa, u hisob-kitob varaqasini so'rash kerak. Men odamlarga doim shuni maslahat beraman. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Imkon qadar yozma yoki rasmiy izoh oling. Shunda keyin taqqoslash, xatoni topish va ariza berish oson bo'ladi. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar, yolg'iz yashovchi qariyalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va kam ta'minlangan xonadonlarda yashovchi pensionerlar, chunki pensiya faqat bitta oylik to'lov emas. Ba'zi holatlarda kommunal to'lovlar bo'yicha yengillik, dori-darmon, parvarish, sanatoriy yo'llanmasi, moddiy yordam yoki mahalla orqali ijtimoiy yordam masalalari ham bo'lishi mumkin. Agar odam o'z maqomini tasdiqlatmagan bo'lsa, u imtiyozdan foydalana olmaydi. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz va telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, sizda katta xavotir bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir yiliga kamida bir marta pensiya ma'lumotlarini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki tizimdagi mayda xato ham vaqt o'tib katta noqulaylikka aylanadi. Birinchi misol. O'tdim 2 yoshli pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U 30 yildan ortiq ishlagan, lekin 1990 yillardagi 6 yil staj hujjat bilan tasdiqlanmagan. U arxivga murojaat qildi. Eski korxona bo'yicha ma'lumot topildi. Pensiya jamg'armasiga ariza berdi. Qayta hisob-kitobdan keyin pensiyasi 1 million 300 ming so'mga chiqdi, deylik. Bu o'yiga 1 ming so'm farq. Kimdir bu katta pul emas deyishi mumkin, lekin pensioner uchun bu bir o'yda to'g'ri. Non, kommunal to'lov yoki nabirasiga kichik yordam degani. Ikkinchi misol. 65 yoshli onaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Kartasi muddati tugagan, lekin u bankka borishga erinib yuradi. Bir kuni unga noma'lum odam qo'ng'iroq qilib, 1 iyuldan pensiyalar oshadi. Kartangizni ro'yxatdan o'tkazish kerak, telefoningizga kelgan kodni ayting deydi. Onaxon kodni aytsa, kartadagi pul yechib ketilishi mumkin. Shuning uchun men qayta ogohlantiraman. Yangilik bo'lsa ham, syurpriz bo'lsa ham, oshish bo'lsa ham, hech qanday pul SMS kod orqali rasmiylashtirilmaydi. Har qanday masalada bankning rasmiy bo'limiga boring yoki ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Uchinchi misol. Qishloqda yashovchi pensioner otaxon pensiyasini naqd shaklda oladi, lekin bir necha oy vaqtida uyda bo'lmagan. To'lovni olishda chalkashlik bo'lgan. Bunday odamlar yashash manzili, vaqtincha ketish holati, ishonchnoma bilan olish tartibini oldindan aniqlab qo'yish kerak. Aks holda pensiya to'lovi kechikishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Bu masalada eng to'g'ri yo'l mahalla, bank yoki pensiya jamg'armasi bo'limi orqali rasmiy tartibni bilib olishdir. 4-misol. Bir pensioner ayol turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qanday huquqi borligini bilmaydi. U faqat o'z yoshiga doir pensiyasini olib yuradi. Ba'zi holatlarda odam bir turdagi to'lovni tanlashi. Ayrim holatlarda qayta hisob-kitob qildirish orqali o'ziga qulay variantni aniqlashi mumkin. Men bu yerda hamma bir xil xulosaga chaqirmayman, chunki har bir pensiya ishi alohida ko'riladi. Lekin bunday vaziyatda mutaxassisga murojaat qilmaslik katta xato. Endi juda muhim qismga o'tamiz. Hamma yangilik ham hamma pensionerga bir xil ta'sir qilmaydi. Odamlar ko'pincha barcha pensionerlarga pul qo'shilar ekan degan gapni eshitadi va darhol aniq summa kutadi. Aslida pensiya tizimida bunday emas. Ayrim o'zgarishlar faqat ma'lum toifadagi pensionerlarga tegishli bo'ladi. Masalan, yoshi bo'yicha pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiya oluvchilar, ish staji yetarli bo'lmagan nafaqa oluvchilar uchun tartiblar farq qilishi mumkin. Yana bir nozik jihat. Pensiya oshishi degani har doim qo'lga tegadigan pul bir xil oshadi degani emas. Agar odamda qarzdorlik bo'lsa,
ijro hujjati bo'lsa, aliment yoki boshqa ushlab qolish bo'lsa. Pensiya miqdori qayta hisoblangan taqdirda ham qo'lga tegadigan summa boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner faqat umumiy pensiya miqdorini emas, aynan kartaga tushayotgan yoki naqd berilayotgan summani ham tekshirish kerak. Yana bir muhim masala, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, bu haqda vaqtida xabar berish kerak. Masalan, pensioner Samarqanddan Toshkentga ko'chib kelgan, lekin rasmiy manzili eski joyda qolgan. To'lov, ijtimoiy yordam yoki mahalla orqali beriladigan xizmatlarda muammo chiqishi mumkin. Ayrim imtiyozlar hududiy ro'yxatlar, mahalla ma'lumotlari yoki ijtimoiy reyestr bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun manzilni e'tiborsiz qoldirmang. Hujjatlardagi ism familiya farqlari ham juda katta muammo. Eski mehnat daftarchasida ism boshqacha yozilgan, pasportda boshqacha yozilgan, nikohdan keyingi familiya o'zgargan, tug'ilgan sana bir hujjatda noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday mayda ko'rgan xatolar pensiya qayta hisoblanishida to'siq bo'ladi. Men tajribamdan aytaman. Odamlar ba'zan 20 yil avvalgi bitta harf xatosi uchun bir necha hafta yuguradi. Shuning uchun hujjatlarni oldindan tekshirish eng katta yengillik. Yana bir xavfli jihat og'zaki mish-mishlar. Hamma pensionerga 5 ming so'mdan berilar ekan. Yeni yildan kartaga avtomatik pul tushar ekan. Hujjat topshirmasang pensiya to'xtar ekan kabi gaplar tez tarqaladi. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Faqat rasmiy manbaga ishoning. Pensiya jamg'armasi, bank, mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli vazirlikning rasmiy xabarini tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanal yoki qo'shnining gapiga qarab qaror qilmang. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu savol juda muhim. Chunki har bir to'lovning qoidasi boshqacha. Ikkinchi qadam, pensiya miqdori qanday hisoblanganini bilib oling. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya ishingiz bo'yicha tushuntirish so'rashingiz mumkin. Agar imkoningiz bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori, hisobga olingan ish staji va ish haqi ma'lumotlari bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman. Bu oddiy jumla, lekin u sizga rasmiy javob olishga yordam beradi. Uchinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Eng asosiy hujjatlar: pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmatga oid hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi guvohnoma, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy ma'lumot hujjatlari, bank karta rekvizitlari. Hamma hujjatni bir papkaga solib qo'ying. Bu nafaqat hozir, balki keyingi yillarda ham kerak bo'ladi. 4-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddat tugamaganmi? Telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lib turibdimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasiga begona odam ulanmaganmi? Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar farzandingiz kartadan foydalanishda yordam bersa ham, baribir asosiy nazorat o'zingizda yoki ishonchli yaqin qarindoshingizda bo'lsin. 5-qadam. Agar pensiyangiz kam deb hisoblasangiz, shunchaki olmang, tekshiring. Men yarim yil ishlaganman, lekin kam olyapman deyishning o'zi yetarli emas. Qaysi yillar kiritilgan, qaysi ish haqi olingan, qaysi davrlar hisobga olinmagan, shuni aniqlash kerak. Agar arxiv hujjati kerak bo'lsa, sobiq ish joyi, tuman arxivi yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Ba'zan bitta ma'lumotnoma pensiyani sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. 6-qadam. Yolg'iz yashovchi yoki sog'lig'i og'ir pensionerlar mahalla bilan aloqani uzmasin. Mahalla faqat tadbir o'tkazadigan joy emas. Ayrim ijtimoiy yordamlar, ro'yxatlar, ehtiyojmandlikni aniqlash, parvarishga muhtojlik holatlari mahalla orqali ham aniqlanadi. Agar siz yordamsiz yashayotgan bo'lsangiz, dori-darmon olishga qiynalsangiz, kommunal to'lovlarni to'lashda muammo bo'lsa, buni yashirmang. Rasmiy murojaat qiling. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 1 iyuldan yangilik bo'ladi degan xabar chiqqan zahoti ayrimlar bundan foydalanishga urinadi. Ular pensiyangiz oshadi, ro'yxatdan o'tkazamiz, oldindan to'lov qiling. Kartangizni tasdiqlang deyishi mumkin. Esingizda bo'lsin, davlat pensiyasini oshirish yoki qayta hisoblash uchun hech kim sizdan telefon orqali pul so'ramaydi. Hech qanday rasmiy xodim sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa,
suhbatni to'xtating va yaqinlaringizga yoki bankka xabar bering. Agar siz pensiya bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, arizani aniq yozing. Arizada his tuyg'u emas fakt bo'lishi kerak. Masalan, men 1995 yildan 1992 yilgacha falon korxonada ishlaganman. Ushbu davr pensiya stajimga kiritilmagani tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki pensiya hisob kitobida falon yillardagi ish haqi inobatga olinganmi? Yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, mas'ul xodim ham aniq javob berish kerak bo'ladi. Arizani topshirganda nus olib qoling. Agar qog'oz shaklda topshirsangiz, qabul qilingan sanasi va raqami bo'lsin. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Bu juda muhim, chunki keyin men murojaat qilgan edim deganda qo'lingizda dalil bo'ladi. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh so'rashdan uyalmang. Pensiya qonunchiligi oddiy odam uchun mutaqqab. Har bir inson mutaxassis emas. Shuning uchun menga oddiy tilda tushuntirib bering. Qaysi davr hisobga olingan, qaysi davr hisobga olinmagan deb so'rashga haqqingiz bor. Men farzandlarga ham alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiya olsa, ularning hujjatlari bilan qiziqing. Ko'p otaxon, onaxonlar uyalmay ayta olmaydi. Bolalarimni bezovta qilmay deb yuraveradi. Lekin pensiya masalasi oilaviy mas'uliyat hamdir. Bir kuni vaqt ajrating. Ota-onangizning pasporti, mehnat daftarchasi, bank kartasi, telefon raqami, pensiya miqdori, kommunal imtiyozlari bor yo'qligini tekshirib chiqing. Ayniqsa, yolg'iz yashaydigan pensioner qarindoshingiz bo'lsa, uni firibgarlardan himoya qiling. Unga tushuntiring, begona odamga eshik ochmasin, telefon orqali karta ma'lumotini aytmasin, pensiya oshiramiz degan odamlarga ishonmasin. Agar biror yangilik chiqsa, avval siz bilan maslahatlashsin. 1 iyuldan pensionerlar uchun e'lon qilinadigan yoki kuchga kiradigan har qanday yangilikning eng katta ma'nosi shuki, davlat tizimlari asta-sekin ko'proq raqamlashtirilmoqda, ma'lumotlar solishtirilmoqda, to'lovlar aniqroq yuritilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulaylik beradi, yomon tomoni bilan esa eski xatolar yuzaga chiqishi mumkin. Agar hujjatingiz joyida bo'lsa, siz bundan yutasiz. Agar hujjatlarda chalkashlik bo'lsa, uni hozirdan to'g'rilash kerak. Men bu mavzuga shunchaki xabar sifatida qaramayman. Pensiya bu odamning butun umr mehnatdan keyingi kafolati. Har bir so'mning o'rtida yillar davomida qilingan mehnat, sog'liq, vaqt va hayot turibdi. Shuning uchun pensioner o'z huquqini bilishi kerak. Menga nima berishsa, shuni olaman degan davr o'tib boryapti. Endi odam o'z ma'lumotini tekshirishi, savol berishi, ariza yozishi, xatoni ko'rsatishi kerak. Xulosa qilib aytaman. 1 iyuldan pensionerlar uchun muhim davr boshlanadi. Kimdir pensiya hisob kitobini tekshirtirishi kerak. Kimdir hujjatlarni yangilashi kerak. Kimdir bank kartasini tartibga keltirishi kerak. Kimdir esa o'ziga tegishli imtiyozlarni so'rash kerak. Eng asosiysi. Beparvo bo'lmang va mish-mishlarga ishonmang. Bugun men sizga eng muhim jihatlarni tushuntirdim. Pensiya miqdorini tekshirish, staj va ish haqi ma'lumotlarini aniqlash, hujjatlarni yig'ish, kartasini himoya qilish, mahalla va pensiya jamg'armasiga to'g'ri murojaat qilish. Agar siz shu qadamlarni bajarsangiz, o'zingizga tegishli huquq va to'lovlardan bexabar qolib ketmaysiz. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangizda muammo bormi? Stajingiz to'liq hisoblanganmi? 1 iyuldan qanday o'zgarish kutyapsiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensionerga kerak bo'lishi mumkin.